Gretsiyada xizmat ko'rsatish bo'yicha juda ham ajoyib qilig'i bor. Menga uncha yoqmaydi. Katta o'g'lim o'tgan yili bog'chani bitirib maktabga chiqdi. Bog'chada tipa xayr bog'cham degan bo'ldi. Fotograf kelib rasmga tushirgan. Shu bilan iyul oyini oxirida mana sizlarga elektronniy varianti deb menga ssilka yubordi. Распечатка qilingan rasmni manba adresdan olib ketasiz dedi. Oldinlari ham maktabga pul to'lardim, rasmni maktabdan olib ketardim. Bilan xullas mayli уже o'rganganman. Men aytdim, "Okey, men shu kuni boraman", lekin bora olmadim, chunki men 2 qat edim. Iyul oyida juda ham ko'p edi meni ishim. Keyin avgustda bu yerda отпускной sezon boshlanadi. Почти hamma har qayerga ketadi. Keyin esdan chiqib ketdi. Yaqinda esimga tushib qoldi. Telefon qildimda, borish menga qiyin dedimda. Неправильно deyapman-da, tipa klientga olib kelib berishing kerak. Shunda ham tushunmadi. Mayli, qachon sizga udobni bo'lsa olib keting dedi. Borib olib ketdim. Ikkitagina rasm. Endi qoldirmay dedimda, avvalo qoldim. Mana shunaqa servis. Yana servis bo'yicha masalan makiyaj va soch qiladigan booking qilgandim. Bordik, sochim oqyapti, shunaqa yoqmayapti, ukladkasi shunaqa yoqmayapti de. Sochim oqayotgan qiz bo'lsa, "Detaliya, teoriya, tipa, wow, qanaqa chiroyli, zo'r chiqyapti" deyapti-da. Amani yuzim kislый. Bu yerda, kстати, grichankalar yoqmasa ham umuman ko'rsatmaydi. "Rahmat, rahmat" deb kulib ketaveradi. Tushunmadi u, menga makiyaj qilgan qiz tushundi. Keyin so'rayapti-da, "Yoqmadimi?" deyapti. "Yoqmadi" dedim. Nima deb o'ylaysiz, u qiz nima qildi? Hech narsa so'ramadi, даже nima yoqmadi demadi. Давайте переделывать qilamiz demadi. Indamay ketdim. Chunki bu yerda shunaqa servis. Dardimni to'kib sochdim.